Qizlarjonlar, mahsulotlarni uzoq va xavfsiz saqlash uchun ajoyib maslahat. Uyimizda hammamizda banka bor. Ulardan bir xil kattalikdagisidan olib, yuvib, quritib, ichiga hamma quruq mahsulotlarni solib, xohlagancha saqlashimiz mumkin. Bilasizlar, bunaqa idishlar bozorda juda ham qimmat turadi. Bizga esa bu suv tekinga tushadi. Endi esa birgalikda sevimli taomlarimizdan bittasini tayyorlaymiz. Karamni bandini chuqur olib tashlab, qaynoq suvda 5 minut ushlab turamiz va olib, barglarini ochib olamiz. Mol go'shti qiymasiga mayda to'g'ralgan piyoz, yuvilgan guruch, mayda to'rtburchak to'g'ralgan kartoshka, ziravorlar, tuz hamda ko'kat va oxirida o'simlik yog'idan solib, qulay bo'lishi uchun shakl berib olamiz. Karam barglarini qattiq qismini olib tashlab, ichini to'ldirib, do'lmalar yasab olamiz. Qaranglarchi, ko'rinishi menimcha yomon chiqmadi. Qiziga yog'ga piyoz, kartoshka, bulg'or qalampiri, tomat solib qizartirib qovurib olamiz va do'lmalarni terib, ustidan suv quyib, dimlab pishiramiz. Bu ovqatni qanchalar mazaliligini gapirmasam ham bo'laveradi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, yurakchani bitta bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, yana ko'rishamiz.